aybdorlik hissi bir narsani tushunish kerak. O'zini yomon odamdek his qilib ketadi, to'g'rimi odam aybdorlik hissi paydo bo'lsa? Balkim o'sha vaqt va vaziyat uchun u o'sha vaqtda, o'sha vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilgan. Misol tariqasida aytaylik, bu og'ir vaziyatda aytaman-da. Mana bu qiz bola homilador bo'ldi, 9 oy ko'tardi, lekin u hech kimga erga tegib homila bo'lmagan. Ertaga farzandli bo'ldi. Gap so'z, boshqa narsalar, ota-onasining ta'ziqlari natijasida bolani o'zi boqa olmaganligi sababli uni mehribonlik uyiga topshirdi. U qiz katta bo'lyaptimi? Keyin aybdorlik hissi paydo bo'ldi unda, shu farzandiga nisbatan. Ha? Shu topshirdi, tug'di, o'zimni farzandimni berib yubordim deb ichidan aybdorlik hissi bilan yashab kelyapti. Xo'p, u o'sha 18, 17 yoki 19 yoshida bu ishni qilgandir. Topshirdi mehribonlikni. Yillar o'tdi, bu ish joyini topdi. Bu erga tegdi. Yoki hayotini o'nglab ota-onasidan alohida chiqib ketdi. Buni imkoniyatlari bor. Ichida har og'ir yuk bo'lib aybdorlik hissi yotibdi. Lekin bunda imkoniyatlar bor. Bugungi kunda o'sha qizini yoki farzandini mehribonlik uyiga borib olib ketishga. To'g'rimi? Normal odam shunaqa holatga uchrab qolgan, aybdorlik hissini his qilayotgan odam shu mehribonlik uyiga boradi-da, farzandidan kechirim so'rab, olib ketib, farzandini boqib, unga yaxshi munosabat qilib, o'sha aybini yuvadi. Lekin psixik muammolarga qattiq uchragan odam o'zini imkoniyatlari bo'lsa ham, moddiy imkoniyati, hamma jismoniy, hamma tarafdan ma'naviy imkoniyati bo'lsa ham, ichida aybdorlik hissi bilan yurib, lekin farzandini olib ketmaydi mehribonlik. Butun umr o'sha aybdorlik hissi bilan yashaydi. Shunga maslahatim, aybdorlik hissini his qilyapsizmi? Bu aybdorlik hissi aslida sizga singdirilgan bo'lishi mumkin. Ammo siz o'sha vaziyatda siz to'g'ri qilgan bo'lishingiz. Vaziyatda sizni aqlingiz yetganchalik vaziyatdan kelib chiqib, siz to'g'ri qaror qabul qilganman deb hisoblashingiz kerak o'sha vaziyat. Chunki hayotda har xil hodisalar bo'ladi. Yillar o'tishi mumkin, vaqtlar o'tishi mumkin, oshna og'ayni, qarindosh urug', sen aybdorsan, o'sha paytda bunaqa qilgan edim, bunaqa bo'lardi, o'sha vaqtda shunaqa qilgan edim, bunaqa bo'lardi, gapirish mumkin. Lekin aslida u o'sha vaziyatda oyoq kiyimini kiyib yashamagan, o'sha do'sti ham, boshqasi ham bu aybdorlik hissiga cho'mdirishi asossiz deb hisoblab, o'zida ichida aybdorlik hissini his qilish kerak emas o'zi. Chunki siz vaziyat taqozosi bilan o'zingizni bilimingiz, aqlingiz, dunyoqarashingizdan kelib chiqib qaror qabul qilgan.